Aseptik nekroz kasalligi, aseptik degani qanaqadir mikrob yoki virusdan emas, o'sha joyda qanaqadir to'qimani o'lishi, ya'ni chirish kasalligi deyiladi. Shuning uchun xalq orasida bu qo'rqinchli diagnoz hisoblanadi. Chunki oyoq butunlay bo'ysunmay qoladi, tepaga umuman ko'tarilmaydi, oqsoqlanadi. 4-chi, 3-chi darajalarida esa o'sha oyoq kalta bo'lib qolishi mumkin. Shungacha olgan videolarimda koksartroz, gonartroz, ya'ni tizza, sonchonoq yemirilishi, yelka bo'g'imidagi yemirilishlar haqida gapirib o'tdim, lekin kommentariyada juda ko'pchilik aseptik nekroz haqida ham so'rayapti. Bu tabiiy, chunki koronavirusdan keyin odamlar juda ko'pchiligi gormon olishdi, juda ko'p preparatlarni olishdi, og'ir o'tkazganlar bor. O'shaning uchun xalq orasida aynan aseptik nekroz kasalligi koksartroz, gonartrozga nisbatan juda ko'p uchrayapti. Videoni oxirigacha ko'ring. Bu siz uchun ham, sizning yaqinlaringiz uchun ham foydali bo'ladi. Men Toyirov Xurshid, shifokor kineziologman. Aynan o'sha suyak yemirilishi, aseptik nekroz va grija kasalliklari bilan shug'ullanamiz. Bunaqa bemorlar bizga juda ko'p murojaat qilishadi. Bunaqa bemorlarda oyoq kaltalashishi, yo bo'lmasa sonchonoq, pax, ya'ni qov sohasidagi og'riqlar bilan, yurganda og'riq kuchli bo'ladi, kuchsiz bo'ladi oyoqlari. Shunaqa murojaatlar bilan kelishadi. Aseptik nekroz kasalligi nimaligini tushuntirib bermoqchiman. Aynan sonchonoq bo'g'imida. Aseptik nekroz deganimiz bu, agar siz MRT qildirsangiz, MRTingizda golovkasi sonchonoqni qorayib ko'rinadi. Birinchi darajasida kamroq, ikkinchi, uchinchi darajadan boshlab kuchayib boradi. Simptomlari ham, MRTda ko'rinishi ham. Agar siz rentgen qildirsangiz, birinchi, ikkinchi darajada suyakni golovkasi butun chiqadi, lekin MRTda qorayib ko'rinadi. Bu nima degani? Bu degani, suyak butun hali turibdi, uni o'rab turgan faqatgina pardasi qurib qolgan. Ya'ni bunga keladigan qon tomirlarni bekilishini hisobiga, qanaqadir gormon ta'sirida, travma ta'sirida bekilib qolishini hisobiga o'sha joyda oziqlanish buziladi va chirish jarayoni boshlanadi. Chirish degani suyakni ichi puch bo'lib qoladi. Shuni hisobiga golovka pachoqlanib ketaveradi. Keyingisi 3-chi, 4-chi darajasida umuman golovka yassi shaklga keladi, ya'ni dumaloq emas, yassi shaklga keladi va golovka o'sha kosasida, chanoqning ichidagi aylanishi qiyinlashadi va bunaqa odamlarda ikkita oyog'ini orasi, ya'ni puti umuman ochilmay qoladi. Yurganda hassa bilan yo boshqa narsa bilan yurganda qadamlari kichkina bo'lib qoladi, bosganda og'riq kuchli bo'ladi. Endi koksartrozda nima farqi bor? Aseptik nekrozda koksartrozda nagruzka bersangiz, yursangiz og'risa, aseptik nekrozda yotsa ham og'riveradi. Даже yotgan joyida u yoq bu yoqqa buraladigan bo'lsa ham og'riyveradi. Lekin xursand bo'lsangiz, og'riqlar kamayadi, asabiylashsangiz og'riq kuchayadi. Bu narsa faqat aseptik nekrozda bor. Koksartrozda o'sha kayfiyatingizga bog'liq emas og'riq, nagruzkaga bog'liq. Aseptik nekroz kayfiyatingizga bog'liq bo'ladi. Bu degani, aseptik nekrozni davolashda aynan o'sha joyni o'ziga yopishib olish kerak emas. Bu emotsiyaga, nervlarga bog'liq bo'lgani uchun bu kasallikni davolayotganimizda o'sha joyga boradigan birinchi o'rinda qon tomirlarini ochib chiqamiz. Ya'ni qon tomirlari sonchonoq bo'g'imi 3 ta qon tomiridan oziqlanadi. Ulardan eng asosiysi bu bedrinni deymiz, son arteriyasi. Bu golovkani oldidan o'tadi va o'sha kichkina shox berib, o'sha joyda oziqlanishni ta'minlab beradi. O'sha joyda dekompressiya qilishni hisobiga qon tomiri ochiladi va oziqlanish asta-sekinlik bilan yaxshilanib boradi. Ikkinchisi, buni davolashda muhim hisoblanadi. Bu pastki jag, yuqori jag va cherepga, ya'ni bosh suyaklariga ulanadigan joy bor. Bu joyda ko'pincha traynichniy nervda ushib bo'ladi, yallig'lanadi. Yo agar siz udar yegan bo'lsangiz, yo qanaqadir kasallik bo'lgan bo'lsa, mana shu ikki tomoningizda. Bu ham sonchonoq bo'g'imini buzadi. Ya'ni o'sha joydagi mushaklarni o'chirib qo'yadi va buning natijasida qon aylanishi buziladi. Ya'ni sizda qon faqatgina o'sha sonchonoq atrofidagi qon tomirlarni bekilishini hisobiga emas, tanani boshqa qismini hisobiga ham buzilishi mumkin qon aylanishi. O'shaning uchun hammasini topib davolasagina bu effekt beradi. Endi yana bitta narsani tushunib qo'yishingiz kerak. Bu koksartroz kasalligida, misol uchun hozir travmatolog ortopedga bordingiz, golovka yemirilib boshlagan, operatsiya qilib endoprotez qo'yish kerak, golovkani o'zgartirish kerak desa, 5 yildan keyin ham shu gapni gapiradi, 10 yildan keyin ham. Prosta darajasi 1 dan 4 gacha chiqishi mumkin. Lekin golovkadan tashqariga chiqib ketmaydi muammo. Aseptik nekroz sizga diagnozi qo'yildimi? Tezroq lechini olishingiz kerak. Chunki aseptik nekroz, ya'ni suyak chirish kasalligi
tarqaladi. Ya'ni suyakni golovkasidan suyakni o'ziga tushish ehtimoli baland. Hozir borsangiz golovkani o'zgartirish kerak desa, 5 yildan keyin o'sha son suyagini ham qanchadir qismigacha o'zgartirishga to'g'ri keladi. 10 yildan keyin umuman pastgacha o'zgartirish kerak bo'ladi polni suyakni. O'shaning uchun ikkinchisi bu bo'g'imlar bo'g'imga o'tadi. Ya'ni bo'g'imlar orasida tarqaladi. Ya'ni bitta son chonog'ingizda bor edi, siz golovkasini o'zgartirdingiz, endoprotez qo'ydingiz, u ikkinchisiga o'tadi. Ikkinchisini qilsangiz tizzasiga o'tadi. Menda shunaqa bemor kelganki, ikkita golovkani ham o'zgartirgan, ikkita tizzaga ham endoprotez qo'ygan. Ya'ni 4 ta joyda bor, endi yelkasiga o'tgan. Ya'ni operatsiya bilangina faqat buni hal qilib bo'lmaydi. Sizda agar hali ham o'sha jag'da muammo bo'lsa, nervda muammo bo'lsa, emotsiyada stress juda ko'p bo'lgan bo'lsa sizda va gormon koronavirusda ko'p olgan bo'lsangiz, tazda qiyshaysh bo'lsa, dumg'azada qiyshaysh bo'lsa, o'sha joydagi qon tomirlar ochilmagan bo'lsa yoki qorin bo'shlig'ini pastki qismida juda ko'p operatsiya o'tkazgan bo'lsangiz, misol uchun matkadan, bachadondan har xil operatsiyalar o'tkazgan bo'lsangiz, tuxum yo'li trubalardan ko'p operatsiya o'tkazgan bo'lsangiz, varikoselli, ko'richak, ya'ni appenditsit o'tkazgan bo'lsangiz yoki son chanoq bo'g'imida qanaqadir travma olgan bo'lsangiz, bu aseptik nekroz va koksartroz kasalliklari uchrashi sizda bo'lish ehtimoli bor. Shuning uchun doimiy nazoratda ushlab turishingiz kerak bo'ladi. Endi aseptik nekroz kasalligi sizda chiqdi. Bu asosan 90% ayollarda bo'ladi. Nima uchun? Chunki ayollarda tug'ruq bor. O'shani hisobiga tug'ruq payti tasdagi o'sha chanoq suyagidagi suyaklarning o'rnini almashishi, cho'zilishi svyazkalarni va mushaklarni tortishini hisobiga 20-30 yildan keyin, 10 yildan keyin bu koksartroz, gonartroz yoki aseptik nekroz kasalligini berib yuborishi mumkin. 10% gina bu erkaklarda uchraydi. Bu asosan travmadan, boya aytganimdek koronavirusda qanaqadir gormonlar olgan bo'lsa, uchrashi mumkin yoki jag'da muammo bo'lsa. Ayollarda yana bitta sababi bor. Tug'ruqdan tashqari 40 yoshdan keyin estradiol deymiz, estrogen gormoni kamayadi. Bu gormon suyakni immuniy oziqlanishida juda muhim ahamiyatga ega. Bu gormon kamayadi. Bu kamaygandan keyin buyrak usti bezidagi kortizol gormoni oshadi. Kortizol bu stress gormoni hisoblanadi. Ya'ni siz asabiylashsangiz, aynan shu gormon qonga juda ko'p ajraladi. Bu qon tomirlarini qisqarishiga va o'sha joyga qon borishini kamayishiga olib keladi. Aseptik nekroz kasalligining 4 ta stadiyasi farqlanadi. Birinchi stadiyasida hali uncha o'zgarish yo'q, bir sanchib og'riydi, pax sohasi, chov sohasi va o'sha tazni yon tomoni og'riydi. Bir sanchib og'rib qo'yadi. Bu payt ko'pchilik bemorlar murojaat qilishmaydi, chunki o'tib ketadi. Ikkinchi stadiyasida o'sha MRTda ko'rinib boshlaydi, yo rentgen qildirsangiz, ozgina o'zgarishlar bo'lib boshlaydi, ya'ni cho'kib boshlaydi golovka, puch bo'lib, ozgina o'sha turganda, o'tirganda, zinadan chiqayotganda og'riqlar bo'ladi. Tekis yurganda, nagruska bermaganda og'riq bo'lmaydi. Bunda ham juda kamdan kam bemorlar murojaat qiladi. Lekin bitta narsani biling, hozir aytib o'tgan birinchi, ikkinchi darajada bu kasallikni to'liq davolash mumkin. Agar siz 3 ga o'tqizdingizmi, o'sha yurolmay qoldingiz, o'sha o'tirganingizda turish qiyin bo'lib qoldi, yotganingizda ham harakatlanganda og'riqlar bo'lyapti. Bu o'sha 3-stadiyasi hisoblanadi. 4 ga borganda umuman oyoqni qimillatish qiyin bo'lib qoladi. O'sha oyoq kaltalashib qoladi. Buning natijasida og'riqlar kuchayishining natijasida yurishingiz ham qiyinlashadi. Bu 3-4-stadiyada davolash 100% oldingi holatga qaytarishni umuman iloji yo'q. Bu stadiyadagi bemorlarni faqat yurishini yengillashtirib, o'sha joydagi pay, mushaklarni normal ishlashini ta'minlashimiz hisobiga yurishini yengillashtirib, og'riqlarni kamaytirib bera olamiz xolos. Lekin birinchi, ikkinchi stadiyalarida suyakni ham to'liq tiklab berishimiz mumkin bo'ladi. Agar sizga video va undagi ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, qanaqa kasallik haqida, nima haqida so'ramoqchi bo'lsangiz, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. O'sha eng ko'p so'ralgan mavzu bo'yicha keyingi videomni tayyorlab sizlarga ma'lumot beraman. Agar sizda ham aseptik nekroz kasalligi, o'sha pax sohasida og'riq, yurishga qiynalsangiz, yo koksartroz, tizzada mens kirtilishi, gonartroz, belda grija siqilishi, sidalishni nerv, traynishni nerv, bosh og'rig'i, davleniya kabi shunaqa nerv va suyakka bog'liq kasalliklar uchraydigan bo'lsa, pastda ko'rsatilgan raqamlar orqali men bilan bog'lanishingiz mumkin. To'liq konsultatsiya berib o'taman. Agar sizda snimkalar bo'lsa, birinchi pastda ko'rsatilgan nomerlardan bittasi 90lik 022 56 00 ga Telegram'iga jo'natsangiz, bepul konsultatsiya berib, nima qilish kerakligini aytib o'taman. Agar og'riq kuchli bo'lsa, buni kutib turmasdan o'zingiz ham kelib, живой konsultatsiya olishingiz mumkin bo'ladi.